ishlar hammada bir tekis zo'r ketmaydi deganlardek, bu korobkamiz ham Germaniyadan bizga qaytib keldi. Chunki Germaniyada katta nalog chiqqan klientga. Korobkaning ichida o'zi eski kiyimlar bor. Klientga Germaniyada 450 yevro nalog chiqqan ekan. Klient to'lamayman dedi. O'shaning uchun biz buni UPS bilan yozib, orqaga qaytarib oldik. Nisbatan hozir bu klientga 70 yevroga aylandi orqaga qaytib kelishi. Bu paketimiz ham Fransiyadan qaytib keldi. FedEx bilan jo'natgandik buni Fransiyaga. Fransiyaga borgan payt 3 kun 4 kun dastavkaga chiqqan. Klient uyida yo'q bo'lgan, telefonga ham javob bermagan. Tracking nomerni ham kontrol qilmagan. O'shaning uchun FedEx buni bizga qaytarib olib kelib berdi, lekin buni to'lov bo'lmaydi. Chunki klient uyda bo'lmaganligi uchun. Stikerni yopishtirib qo'ygan, to'la olinmagan bunda. Rastamoshka ham qilinmaydi Turkiyaga kirgan payti. Bularniki ham xuddi shunaqa. Turkiyaga kirgan payti rastamoshka bo'lmaydi bularda, chunki orqaga qaytgan davr hisoblanadi hammasi.